hozir hech qaysi og'ayni qilmayotgan ish qilaman. Ertalabdan shashlik bilan qaymoqlarni olib, og'aynimni ko'rgani boramiz. Eslamaydi dema, har dam yodimdasan. Jon do'stimsan, tanamdagi qonimdasan. Og'ir kunlar bo'lsa agar boshimda, yolg'iz qo'ymay meni har dam yonimdasan. Do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi. Qizim, aka. Ertalabdan tursangiz xudo beradi deyishadi, aka. Yep, okey, hammaga oldik-da. Ha? Bir yilga tartib bizda gapirib yuraman. Boshqa turmani sizga. Yo'q, ko'p odamni oldi. Sana Suv. qat'iy qaymoq shashliklari bilan. Bilasizmi? Ro'tdega, ya, hurmatingiz bilan, bo'pti, aka, rahmat. Xursand bo'ldilar. Bu narsani ko'rsatishdan maqsad maqtanish emas, prosta yo'qolib ketayotgan qadriyatlarimizni o'rniga qo'yib tiklasak zo'r bo'lardi. Buni yaqin do'stini, yaxshi ko'radigan jigarlarga jo'natib qo'yinglar. Dori oldingidagi mehr oqibatlarimiz qaytsa.